Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Bugün Ramazandaki zikirlerimiz doğruluk toxtulimiz. Bendenin kalbetki iman gah küçüydü, gah zayıflaşıdı. İmanның küçüyüşü itaat bilen bolsa, zayıflaşışı günah ma'siyetten boludu. İtaat emellerinin içinde Allah'ın zikrinden evzellerek bir emel bolması gerek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlarga amallaringlarning eng yaxshisini, Rabbinglarning dargohida eng qimmatli bo'lganini, darajanglarni eng ustun qildig'inni, oltin kumush sadiq qilishinglardan va dushmaninglarga uchrashib bir-biringlarni o'ltirishinglardanmi yaxshiroq ishni xabar beraymi deganda sahobalar "Bo'ludi ya Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom "U bo'lsa-mu Allohni aslashdir" dedi. Allah'ını əsləş imanını yanılaydı və gücləndirirdi. Qalblərini tazalab, dat besib ketişdən yoki günahdan qaradab ketişdən ilgirki pak halatiga qaytarırdı. Allah Taala iman əhlini Rabbini zikr qilishga buyurmasdan, balki ko'plab zikr qilishga buyurib, "Ey müminlər, Allah'ni ko'p yod qilinglar. Buningga atdigan oqshomda tasbih aytinglar. Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan vaqtlarning afzali hisoblanadi" degan va maqsadinglarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar degan. Alloh taolo har qanday vaqtda o'zini ko'p eslagan kishini ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi deb maqtaydi. Alloh taolo zikr aytquchilarga gunohlarni mag'firat qilish bilan birga büyük ecir beradiganligini va'da qilib, mundaq deydi. Allohni ko'p zikr qilguvchi erlar va ko'p zikr qilguvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Payg'ambar alayhissalom ko'p zikr qilguvchilarni oldiga o'tib ketguchilar deb xabar berib, mufarridlar ilgari bo'lib ketdi degan edi. Shunda sahobalar kiramlar "Mufarridlar kimlar, ey Allohning elchisi?" deb so'rashdi. Allohning rasuli "Ular Allohni ko'p zikr qilguvchi erlar va ayollardir" deb javob berdi. Mufarridlar degan so'z mufarridun so'zligining ko'pligi bo'lib, insonlar bilan muomala qilayotgan taqdirdami qalbi va tili bilan Allohni aslab Alloh bilan xoli bo'lg'uchi degan ma'nodadir. Shul bois zikr butun amallarning ruhidir va eng ulug'idir. Alloh taolo aytadi: "Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Alloh qilayotgan hamma ishinglarni bilib turadi." İlim əhlilləri bu ayətning ma'nosini bayon qilib, mundaq deydi: Allohni zikr qilish har qanday ishdan ulug'dir. Chunki zikr ko'pincha itoat amallaridagi asosiy maqsaddir. Shuning uchun itoatning eng afzali, siri va ruhi sanaladi. Zikr itoat amallarining eng ulug'i bilan birlashtirildi. Kalimatu tavhid, la ilaha illalloh bir zikrdir. Hatto zikrlar ichidagi eng afzalidir. Namaz zikr bilan birlashtirildi. Taha surasi 14-oyatda Alloh taolo "Meni zikr qilish uchun namoz o'qig'in" dedi. Haj zikr bilan birlashtirildi. Baqara surasi 200-oyatda "Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohni ota-bobonglarni faxrlanib yod etgandek yoki uningdimi ziyoda yod etinglar" dedi. Jihad zikr bilan birlashtirildi. Anfal surasi 45-oyatda "Ey müminlər, mushriklardan bir jamoaga, ya'ni dushman qo'shiniga uchrashgan chog'inglarda sabatlik ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod deb buyruq qildi. Shubhasizki, Alloh taolo dinini qo'g'dug'uchi olimlarning alomatini zikr qilguvchilar deb bekitdi. Balki ularni zikr ahli deb atadi. Sura Anbiyaning 7-oyatida "Agar buni bilmasanglar, zikr ahlidan, ya'ni ahli ilmdan so'ranglar" dedi. Allohning zikridan g'aflat qilish, mahrum qilish va ziyon tortishning alomatidir. Sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Alloh ularga o'zlarini unuttirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir. Bir inson tilida ham dilida Allohning zikrini doim qilmay turib, g'aflatdan, mahrum qilishdan, nodonlikdan
kemchilikdan va ziyon tortiqchilikdan qutula olmaydi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytganki, Allohning azobidan qutulishda Allohning zikridan unumliroq bir qutulish yo'li yo'qdir. Nafsimizning zikrni ko'p qilishga o'zligidan harakatga o'tish uchun tilimizni har zamon zikr qilishga ko'ndirish va chiniqtirishimiz zarurdir. Shundala yaxshiliklarni ko'p qilg'ili va iymonni ziyoda qilg'ili bo'ladi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, bu zotga: "Ey Allohning payg'ambari, islomning hukmlari menga jiq ko'rinib ketdi. Ching esilib menishim uchun menga birli ishni tavsiya qilsala" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o kishiga: "Tiling hamisha Allohni zikr qilish bilan namlansin" dedi. Dillarning yashnishi, vaqtlarning bezilishi uchun kundalik zikrni davomlashtirishdanmi ko'proq til namdiladigan boshqa bir narsa bo'lmasa kerak. Qur'on Karimdan kundalik, haftalik yoki oylik o'qishga tegishli vazifalarni davomlashtirish qalbni ilohiy vahiyla nurlantirishni orzu qilgan kishi uchun muhim bir ishdir. Kecha va kunduzlik belgilangan zikrlar mu'min uchun g'aflatning pardalarini yirtib, aldirashchilikning kishanlarini pachaqlaydigan yaxshi quroldir. İnsan ko'pincha vaqtni qadrlamaganlikdan yoki planda yo'q ishlar sababidan kundalik zikrlarni tashlab qo'yadi yoki ba'zini unutib qoladi. Iymonni yanglab turg'uchi yaxshilikning yo'lidan chetnab ketmasligimiz uchun bulardan saqlanishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalomning kechilik va kunduzlik zikrlarini payg'ambarlik yuklari, ummatning siyosiy ig'irchiliklari va islom da'vatini yetkazishdagi jabr mushaqqatlar ichidami hech uzib qo'ymasdan qandoq davom qilganligini unutmasligimiz kerak. Ertagan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Kechining oz qismida uningga sajda qil, ko'p qismida uningga tasbih ayt. Muborak Ramazon oyining kunduzlari va kechalarida dunyo ishlari va boshqa turli omillarning butun vaqtlarimizni egilab ketmasligi uchun kundalik programmalarimizni tartibga solishga nihoyat yaxshi fursatlar bordir. Kundalik programmalarimizni Ramazonning 5idan tortib tartiblik elib berishimiz uchun zikrga boshqa ishga ta'sir ko'rsatmaydigan, boshqa ishmi uningga ta'sir ko'rsatmaydigan muvofiq vaqt va muvofiq o'rin hozirlay olishimiz mumkin. Masalan, bomdoddan ilgari istig'for, bomdoddan keyin tasbih aytib, kun chiqqanga qadar atiganlik zikrlar uchun o'ltira olishingiz mumkin. Kun chiqib, qurbingizning yetishicha chashka namozi o'qiganingizdan keyin kundalik xizmatlaringizni ruhli holatda davom qilishingiz uchun ozroq uxlab olishingizga fursat bo'ladi. Kundalik xizmatlaringizdan keyin kun petishdan va iftordan ilgari oqshomlik zikrlar uchun fursat topa olishingiz mumkin. Demakki, Ramazon ro'za, kechilik namoz, sehiylik va boshqa xilma-xil ibodatlarning mavsum bo'lganidek, zikrning ham mavsumidir. Ramazon oyidagi kunduzlik va kechilik zikrlarning roli nihoyat cho'ngdir. U soplik, ig'ir besiqlik va xushudan iborat boshqa vaqtlarda topqili bo'lmaydigan ma'naviy ruhlarni qo'lga keltiradi. Agar Ramazondagi zikrlarning fazilat va ajrda boshqa vaqtdagi zikrlarga o'xshamaydiganligidan iborat mazkur ortiqchiligi yuqorqilarga qo'shilganida qandoq bo'lib ketar? İbrahim Naxai mundaq deydi: Ramazondagi bir kunlik ro'za boshqa vaqtdagi 1000 kunlik ro'zadan afzaldir. Ramazondagi bir tasbih boshqa vaqtdagi 1000 tasbihdan afzaldir. Ramazondagi bir rakat namoz boshqa vaqtdagi 1000 rakat namozdan afzaldir. Allohni tili va dili bilan aslaydigan kishi iymonini yanglab turgandek, munofiqlikdan ado judoligini yanglab turadi. Chunki munofiqlar Allohni eng oz aslaydigan kishilardir. Bular namoz uchun turganda qo'sh yoqmaslik bilan turadi. Kishilarga ko'rish uchun o'qiydi, Allohni faqat ozgina yod etadi. Mu'minlar zikr aytish va shukr qilish bilan munofiqlardan farqli bo'lishga buyurilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday degan: Kimki Allohning zikrini ko'p qilsa, munofiqlikdan ado-judo bo'lgan bo'ladi. Alloh taolaning bizlarga ato qilgan rahmatlaridan biri shuki,
Bandalarning o'zini yod etib zikr qilmaslikda arsalda bo'lmasligi va g'aflatda qolganida shaytonga al bo'lib ketmasligi uchun bir bo'lik zikrlarni farz qildi. Masalan, namoz. Shubhisizki, namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi. Meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. Taha surasi 14-oyat. Payg'ambar alayhissalom farzdan boshqa namozlarga buyurib ta'kidlangan sunnat qildi. Bu namozlar farz qilingan zikrlarda, ya'ni namozlarda yuz berib qoladigan kamtuklikni to'liqlaydigan nafli ibodatlardir. Bu nafli namozlar g'aflatning uzun surmasligi uchun farz namozlarning oldi-keynida o'qiladigan qilindi. Bu namozlarni badan a'zolari qalb bilan birlikda ado qiladi. Yuqorqilardan boshqa kecha bilan kunduzda hamma vaqtlarda zikrlar yo'l qo'yildi. Bulardan farz namozdan keyingilari texmi ta'kidlandi. Namozxon uchun har farz namozdan keyin 33 qatim tasbih, 33 qatim hamd, 33 qatim takbir aytish, ondan zikrning eng afzali bo'lgan la ilaha illalloh bilan 100 qatim tasbih aytish yo'l qo'yildi. Bomdod bilan asrdek farz namozlardan keyin nafl namoz o'qish durust bo'lmaydigan vaqtlarda zikrni tilda ko'p qilish yo'l qo'yildi. Allah Taala ko'plagan oyatlarda bu vaqt to'xtalgan. Masalan, Sura Ahzob 42-oyatda uningga atligan oqshomda tasbih aytinglar dedi. Sura Inson 25-oyatda bo'lsa, atligan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin dedi. Sura G'ofir 55-oyatda gunohingga istig'for aytqin, oqshimi va atligini Parvardigoringga hamd bilan tasbih aytqin dedi. Va Taha surasi 130-oyatda kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarida va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarida Parvardigoringga tasbih aytqin, ya'ni namoz o'qigin va hamd aytqin dedi. Shunlashqa bu ikki vaqtning, ya'ni bomdod bilan asrning va u ikkisidan keyingi vaqtlarning muhimligi haqida ko'plagan oyat va hadislar kelgan. Bomdod malaikalar hozir bo'ladigan namozdir. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bomdod namozida hozir bo'ladi. Kuchlik ko'z qarashda Alloh taolo tilga olgan o'ttir namoz asr namozidir. Sura Baqara 238-oyatda 5 namozni, bo'libmi o'ttir namozni, ya'ni diğer namozni davomlashtiringlar. Ya'ni bütün shartlari bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda taatmanlik bilan turinglar deyildi. Mazkur ikki namozga Payg'ambar alayhissalom salqin vaqtdagi namoz debmi nom bergan. Kimki ikki salqin vaqtdagi namoz bomdod bilan asrni o'qisa, jannatga kiradi. Bu ikki namozlarning eng afzali va u ikkisidan keyingi vaqt Qur'on o'qish, o'rganish, o'rgatish va foydali ilm talab qilishga o'xshash har qanday bir zikr uchun vaqtlarning eng afzali va eng yaxshisidir. Lekin 33 qatimdan tasbih, hamd va takbir aytish, Allohni ulug'lash, istig'for aytish va kecha-kunduzning zikrlari uchun bu ikki namozdan keyin, ya'ni kun chiqishdan va kun petishdan ilgirki vaqt eng munosib va eng yaxshi vaqtdir. G'aflat yetivermang, ey ro'zador qarindishim. Ramazon oyidagi bu fazilatli vaqtlarni g'animat biling. Bu vaqtlarda keladigan uyquning shirin lazzati bilan suhur va iftor hozirliklariga o'xshash ishlar bizni Allohning zikridan g'aflatga qo'ymaslik uchun hushyor bo'lishimiz kerak. Ey qarindishim, kecha va kunduzning zikrlari va qilishga odatlangan ibodatlaringizning mukofotini Allohning dargohida topsiz. Shu zikrlarni tashlab qo'ymay davomlashtiring. Tilingizni zikrlarga ko'ndiring va zikrlar uchun vaqt ajrating. Tilaymizki, Alloh taolo sizni va bizni Rabbini ko'p zikr qiluvchilarning qatoriga yozg'ay. Tilaymizki, Alloh taolo sizni va bizni Rabbini ko'p zikr qiluvchilarning qatoriga yozg'ay. Imom Amr ibn Salah qanday qilganda bir kishi ko'p zikr qiluvchilardan bo'la oladi deb so'ralganda bunday javob bergan ekan. Kishi sahih hadislarda bayon qilingan atigan va oqshomning zikrlarini va kech-kunduzning amallari haqida yozilgan kitoblarda bayon qilingan xilma-xil vaqt
va sharoitlarda qilishga tegishli zikrlarni uzildirmay davom qilgan vaqtida Alloh taoloni ko'p zikr qiluvchilardan bo'la oladi. Ey Alloh, seni zikr qilishimizga, sana shukr qilishimizga va sana go'zal ibodat qilishimizga yordam bergin. Bizni g'ofillardan qilmagin. Amin.